Farg'ona viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan matbuot anjumani va press-tur tashkil etildi. Unda viloyatda faoliyat yuritayotgan ommaviy axborot vositalari vakillari hamda blogerlar ishtirok etdi. Tadbir avvalida ishtirokchilar inspeksiya faoliyati, operatorlar shtabi hamda murojaatlar bilan ishlash tizimi bilan tanishtirildi. Matbuot anjumanida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 4-iyundagi qurilish sohasida natijaga asoslangan boshqaruvni joriy etish hamda sohada davlat xizmatlarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyati tushuntirildi. Unda qurilish sohasini raqamlashtirish, davlat xizmatlarini soddalashtirish, sun'iy intellektni joriy etish va shaffoflikni oshirishga qaratilgan ustuvor vazifalar haqida so'z yuritildi. Hududiy inspeksiyaning joriy yil davomida amalga oshirilgan ishlari, o'tkazilgan nazorat tadbirlari, aniqlangan qonun buzilishlar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan choralar haqida ham ma'lumotlar berildi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasining qurilish sinov laboratoriyasi va bino inshootlarining texnik holatini o'rganish bo'limi UZAK SL 0325 akkreditatsiya guvohnomasiga ega bo'lib, 52 ta soha bo'yicha laboratoriya sinovlarini o'tkazib keladi. Bu 52 ta sinov turimiz qurilishda binolarimizni yuk ko'tarish konstruksiyalarining umumiy hamma sifatini aniqlash uchun yetarli hisoblanadi. Bizni har bir qavatda keyingi qavatga o'tgunga qadar sinovlarni o'tkazib kelamiz. Qachonki biz ijobiy xulosa olingandan keyin keyingi qavatlarda qurilish ishlari davom ettiriladi. Press-turning amaliy qismi Farg'ona shahri Alisher Navoiy nomli mahallasida barpo etilayotgan mehmonxona va ko'p qavatli turar joy qurilish obyektida davom etdi. Ommaviy axborot vositalari vakillari inspektorlarning qurilish jarayonidagi nazorat ishlari bilan yaqindan tanishdilar. Inspeksiyaning laboratoriya bo'limi qurilish obyektidagi ishlarni zamonaviy uskunalarda sinovdan o'tkazib, ularning sifat ko'rsatkichlarini amaldagi standartlar asosida tekshirdilar. Obyektda loyihadan chekka chiqish kamchiliklar, sifatsiz joylar bo'yicha biz davlat nazorat tomonidan buyurtmachining texnik nazoratchisi, pudratchining ichki nazoratchisi hamda loyihachining mualliflik nazoratchisiga bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatmalar berib boramiz. Uni belgilangan muddatda bartaraf qildi yo'q qilmadi, uni nazorat qilib boramiz. Belgilangan muddatdan bartaraf etolmasa, ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bizda qurilish qatnashchilari bor. Buyurtmachining texnik nazoratchisi, pudratchining ichki nazorati hamda loyihachining mualliflik nazorati bor. Biz ularga yozma ko'rsatma beramiz. Ogohlantirish emas, bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatma beramiz. Keyin u o'zini platformasi orqali login paroli bilan kiradi hamda kamchilikni ko'radi, o'sha belgilangan muddatda kerak bo'lsa joyga kelib buzdiradi, loyiha bo'yicha bartaraf qilib, bizga o'sha bartaraf qilgan rasmlarni yuklab beradi. Tadbir yakunida jurnalist va blogerlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan javob oldi. Inspeksiya faoliyatini keng jamoatchilikka xolis va tezkor yoritishdagi samarali hamkorligi uchun bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillari hamda blogerlar 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan taqdirlandilar.